Navbat gunohi kabiralarning 14-siga kelib qoldi. Bu kabiraning nomi namozni qasddan tark etish deb nomlanadi. Bugungi dasturimiz orqali aynan shu masala haqida so'z boradi. Zero islomning sharafli vazifasi namozdir. Har bir qavmning, har bir tuzumning, har bir millatning va har bir davrning o'ziga xos ramzi mavjud. Ana shu ramz belgi tufayli insonlar ularni tanib oladilar. Payg'ambar alayhissalom tomonidan islom dinining ustuni deb ta'riflangan namoz haqida har bir musulmon farzandi ma'lumotga ega bo'lmoq lozim. Alloh taolo Munofiqun surasi 9-oyatida aytadi: Ey mu'minlar, mol dunyolaringiz va bola chaqalaringiz sizlarni Allohning zikridan, ya'ni Allohga ibodat qilishdan yuz o'girtirib qo'ymasin. Kimki shunday qilsa, bas ana o'shalar ziyon ko'rguvchi kimsalardir. Mufassirlar aytganlarki, oyatdagi Allohning zikridan murod 5 vaqt namozdir. Kimki namozni vaqtida o'qishdan tijoratdagi, oldi-sotdagi, kundalik hayotidagi mol dunyosi yoki farzandlari sababli mashg'ul bo'lib qolsa, u ziyonkorlardandir. Payg'ambar alayhisalom aytadilar: bandaning qiyomat kunida birinchi hisob-kitob qilinadigan narsasi namozdir. Agar namozi durust bo'lsa, boshqa amallari ham durust bo'ladi. Bordi-yu namozi yaroqsiz bo'lsa, qolgan amallari ham yaroqsiz bo'ladi. Tabaroniy rivoyati. Alloh taolo do'zax egalari haqida xabar qilib deydi: ular do'zax ahliga sizlarni nima saqarga kiritdi deganlarida ular ayturlar: bizlar namoz o'quvchilardan bo'lmadik. Miskin bechoraga taom berguvchi ham bo'lmadik. Bizlar botil behuda so'zlarga sho'ng'uvchi kimsalar bilan birga sho'ng'ir edik. Ya'ni Qur'on va payg'ambar xususida tuhmat yolg'onlar to'qir edik. To bizlarga aniq o'lim kelmagunicha bizlar jazo qiyomat kunini yolg'on deb bilar edik. Endi qo'llaguvchilarning qo'llovi ularga foyda bermas. Muddasir surasi 42-48-oyatlar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytdilar: biz bilan ularning o'rtasidagi ahd namozdir. Kimki uni tark etsa, aniqki kofir bo'libdi. Sunan sohiblari rivoyatlari. Sahihul Buxoriyda rivoyat qilinadiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar: kimki asr namozini tark etsa, uning amali aniq xabata bo'libdi, ya'ni behuda ketibdi. Muoz roziyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: namozni tark etmagin. Zero kimki namozni qasddan tark etsa, dar haqiqat undan Allohning zimmasi, himoyasi soqit bo'ladi. Tabaroniy rivoyati. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: insonlarga qarshi ular to Allohdan o'zga iloh yo'q va Muhammad Allohning elchisidir deb guvohlik bermagunlaricha, namozni qoyim qilmagunlaricha va zakotni bermagunlaricha jang qilishga buyurildim. Agar shuni qilsalar mendan qonlari va mollarini saqlagan bo'ladilar. Biroq islom haqi bundan mustasno. Ularning hisobi Allohga havola. Muttafaqun alayh. Payg'ambar alayhisalom aytadilar: kimki namozni muhofaza qilsa, qiyomat kunida u uchun namozi nur, hujjat va najot bo'ladi. Kimda kim uni muhofaza qilmasa, unga nur ham, hujjat ham, najot ham bo'lmaydi va u qiyomat kunida Qorun, Fir'avn, Hamon hamda Ubay ibn Xalaflar bilan birga bo'ladi. Imom Ahmad rivoyati. Ayrim ulamolar aytganlarki, namozni tark etgan benamoz kimsa ana shu 4 mal'un bilan birga qayta tiriladi. Chunki u namozdan yo molu davlati, yo mulk saltanati, yo mansabi va yo tijorat sababli mashg'ul bo'ladi. Kimki namozdan molu davlat sababli mashg'ul bo'lsa, u Qorun bilan birga tiriladi. Kimki namozdan mulk saltanati sababli mashg'ul bo'lsa, u Fir'avn bilan birga tiriladi. Kimki namozdan mansabi sababli mashg'ul bo'lsa, u Hamon bilan birga tiriladi. Kimki namozdan tijorat sababli mashg'ul bo'lsa, u Makkadagi kofirlarning tijoratchisi bilan birga tiriladi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu jarohatlangan vaqtlarida: "Ey Amiral Mu'minin, namoz, ya'ni namozni o'qib oling" deyishdi. Shunda u zot roziyallohu anhu: "Ha, to'g'ri, namozni zoyi qilgan biron bir kishi uchun islomda nasiba yo'qdir" dedilar-da namozni o'qidilar. Jarohatlaridan esa qon oqib turardi. Abdullah ibn Shaqiq Tobiy roziyallohu anhu deydilar: Muhammad sallallohu alayhi va sallamning sahobalari namozdan boshqa hech bir amalni tark etishni kufr deb hisoblamasdilar. Termiziy rivoyati. Imom Buxoriy o'zlarining tarix deb nomlanmish kitoblarida Hazrat Ali roziyallohu anhu namoz o'qimayotgan ayolni kufrda ayblaganliklari haqida aytadilar.
Bu fikrni sahobalarning ulug'laridan Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu ham o'z fatvolarida aytib o'tganlar. Ibrohim Naxai va Ayyub Saxtiniylar ham shu gapni aytishgan. Avn ibn Abdulloh deganlar, agar banda qabriga qo'yilsa birinchi bo'lib so'raladigani namozdir. Agar namozi yaroqli deb topilsa, undan boshqa amallariga qaraladi. Borida-yu yaroqli deb topilmasa, undan keyin boshqa biron amaliga qaralmaydi. Ibn Hazm shirkdan keyin namozni vaqtidan kechiktirib o'qish va mu'minni nohaq o'ldirishdan ko'ra ulkanroq gunoh yo'q deganlar. Shuningdek, to vaqti chiqqunicha hech bir uzrsiz namozni tark etgan kimsaning kufr egasi ekanligida ham ixtiloflar bor. Ibrohim Naxai, Ayyub Saxtiyoniy, Abdulloh ibn Muborak, Ahmad ibn Hanbal va Ishoq ibn Rahiyvayhlar bu borada payg'ambar alayhisalomning quyidagi hadis shariflarini hujjat qilishgan. Biz bilan ularning orasidagi ahd namozdir. Kimki uni tark etsa, aniqki kofir bo'libdi. Termiziy rivoyati. Namozni o'z vaqtidan kechiktirib o'qishdan ogohlantirish. Alloh taolo Maryam surasining 59 hamda 60-oyatida aytadiki: "So'ng ularning ortidan namozni zoyi qiladigan va shahvatlarga beriladigan kimsalar o'rinbosar bo'ldilar. Endi u o'rinbosarlar albatta yomonlikka, ya'ni yomon jazoga yo'l qurilar, magar tavba qilib iymon keltirgan va yaxshi amallar qilgan zotlargina azobga duchor qilinmaslar. Bas ular jannatga kirurlar va ularga biron zulm qilinmas." Ibn Abbos roziyallohu anhu namozni zoyi qilgan degani uni butunlay tark etgani degani emas, balki namozni o'z vaqtidan kechiktirib o'qigani deganidir deganlar. Tobiinlar imomi Said ibn Musayyab roziyallohu anhu aytganlarki, u to asr bo'lmaguncha peshinni o'qimaydi. Asrni shomgacha, shomni xuftongacha, xuftonni bomdodgacha, bomdodni to quyosh chiqquncha o'qimaydi. Shu holatga odatlangan ko'yi vafot etgan va tavba qilmagan kimsaga Alloh g'oyi bilan tahdid soldi. Ya'ni g'oyi jahannamdagi juda chuqur o'ta badbo'y vodiydir. Alloh taolo boshqa bir oyatda aytadiki: "Bas namozlarini unutib qo'yadigan kimsalari bo'lgan namozxonlarga halokat bo'lgayki." Maun surasi 4-5-oyatlar. Said ibn Abu Waqqos roziyallohu anhudan namozlarini unutib qo'yadigan kimsalar haqida so'raganlarida u vaqtni kechiktirish, ya'ni namozni o'z vaqtidan kechiktirib o'qish deya javob bergan ekanlar. Ular qo'shtirnoq ichida namozxon deb nomlandi. Biroq namozga beparvoliklari va o'z vaqtidan kechiktirganliklari sababli ularga vayl bilan tahdid solinmoqda. Vayl shiddatli azob degani. Vayl jahannamdagi vodiy bo'lib, agar unga dunyodagi tog'lar tushirilsa, harorati yuqoriligidan tog'lar erib ketardi. U namozga beparvo bo'lgan va uni o'z vaqtidan kechiktirib o'qigan kimsalarning maskanidir. Faqat Allohga tavba qilib, ilgarigi e'tiborsizligiga nadomat chekkanlar bundan mustasno. Alloh taolo yana bir oyatda: "Ey iymon keltirganlar, mol dunyolaringiz ham, farzandlaringiz ham sizlarni Allohning zikridan chalg'itib qo'ymasin. Kim shunday qilsa, bas ana o'shalar ziyon ko'rguvchilardir" deydi. Oysha roziyallohu anha aytadilar: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam to Alloh jonlarini olgunicha namozni oxirgi vaqtida o'qimadilar. Hokim rivoyati. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan eng afzal amal qaysi deb so'ralganlarida, eng afzal amal namozni vaqtida o'qish, ota-onaga yaxshi munosabatda bo'lish deb javob bergan ekanlar. Imom Ahmad rivoyati. Rivoyat qilinishicha, kimki namozni vaqtida o'qisa, tahoratni mukammal olgan, qiyomi, xushusi, ruku va sajdalarni komil qilgan bo'lsa, namoz oppoq nurafshon bo'lib chiqib ketadi va meni saqlaganingdek Alloh ham seni saqlasin deydi. Kimda kim uni o'z vaqtidan boshqa paytda o'qisa, tahoratni to'liq olmasa, xushusi, ruku va sajdalarni komil qilmasa, namoz qop-qora zulmatli bo'lib chiqib ketadi va meni zoyi qilganingdek Alloh ham seni zoyi qilsin deydi. Hatto Alloh xohlagan joyga yetgach, xuddi eski kiyimga o'xshab o'raladi-da, uning yuziga uriladi. Abdulloh ibn Amr roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: 3 toifa odamning namozini Alloh taolo qabul qilmaydi. Qavm uni yoqtirmasa-da, ularga imomlik qiladigan kishini, namozga orqa tomondan keladigan kishini, ya'ni orqa tomondan, ya'ni namozni vaqti o'tgandan keyin o'qiydigan kimsa haqida gap ketyapti, va o'zi ozod qilgan odamni qul qilib olgan kishini. Abu Dovud hamda Ibn Mojah rivoyati. Rivoyat qilinadiki, kimda kim 2 namozni uzrsiz jam qilib o'qiydigan bo'lsa, u gunoh kabira eshiklaridan birini ochgan bo'ladi. Ibn Abbos roziyallohu anhu aytganlar: agar qiyomat kuni bo'lsa, bir kishini olib kelib Alloh azza va jallaning huzuriga hozir qilishadi.
Shunda uni do'zaxga tashlashni buyuradi. Ey Rabbim, nima uchun deb so'ralganida Alloh taolo namozni vaqtidan kechiktirganing va mening nomim bilan yolg'on qasam ichganing uchun deydi. Namozni chala o'qiydigan, uning ruku va sajdalarini to'liq qilmaydigan kimsaning uqubati ham og'ir bo'ladi. Bas, namozlarini unutib qo'yadigan namozxonlarga vayl bo'lsin oyatining tafsirida shunday deyilgan. U namozni chala o'qiydigan, ruku va sajdalarni to'liq qilmaydigan kimsadir. Abu Hurayra roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Bir kishi masjidga kirib keldi. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam masjidning bir chekkasida o'tirgan edilar. U kishi namoz o'qidida kelib u zotga salom berdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unga senga ham salom bo'lsin, qaytib borib namoz o'qi, sen namoz o'qiganing yo'q dedilar. U namoz o'qidida kelib salom berdi. Senga ham salom bo'lsin, qaytib borib boshqatdan o'qi, sen namoz o'qiganing yo'q dedilar. U namoz o'qidida kelib salom berdi. Senga ham salom bo'lsin, qaytib borib boshqatdan o'qi, sen namoz o'qiganing yo'q dedilar. Haligi kishi keyingi marotaba aytilgandan so'ng, "Ya Rasululloh, menga o'rgatib qo'ying" dedilar. Agar namozga tursang, tahoratni mukammal olgin. Qiblaga yuzlangach takbir ayt va o'zing muyassar bo'lgan, bilgan Qur'on sura oyatlarini o'qigin. Keyin to ruku qilganingga qanoat hosil qilguningcha ruku qil. So'ngra to to'liq etguningcha sajda qil. So'ngra to to'liq o'tirib olguningcha qaddingni rostla. Keyin to sajda qilganingga qanoat hosil etguningcha sajda qil. So'ngra to to'liq tik bo'lguningcha tik bo'l. So'ng butun namozingda shunday qil dedilar. Buxoriy va Muslim rivoyati. Abu Mas'ud Badriydan rivoyat qilinadi. Payg'ambar alayhisalom aytdilar: ruku va sajdadan umurtqasini tik qilib ko'tarmagan kishining namozi namoz hisoblanmaydi. Ahmad, Abu Dovud va Tirmiziy rivoyati. Boshqa bir rivoyatda ruku va sajdalardan belini rostlamaguncha deyilgan. Bu hadis namoz o'qiganda ruku va sajdalardan keyin belini rostlamagan kishining namozi botil ekanligiga hujjatdir. Chunki har bir a'zo o'z o'rnida qaror topishi namozdagi farzlardandir. Payg'ambar alayhisalom aytdilar: odamlar orasidagi eng yomon o'g'ri namozidan o'g'irlaydigan kimsa dedilar. "Ya Rasululloh, qanday qilib namozidan o'g'irlaydi?" deb so'rashganda, ruku va sajdalarni to'liq qilmaydi deya javob berdilar. Ibn Huzayma, Hokim rivoyati. Abu Hurayra roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Payg'ambar alayhisalom aytdilar: ruku va sajdalari orasida umurtqasini rostlamaydigan bandaga Alloh qaramaydi. Imom Ahmad rivoyati. Payg'ambar alayhisalom aytdilar: bu munofiqning namozi. Quyoshni kuzatib o'tiradi-da, hattoki u shaytonning ikki shoxi orasiga kelgach, turib qushdonni cho'qigandek 4 marta yotib turadi va unda Allohni kamdan kam eslaydi. Muslim rivoyati. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ruku va sajdalarni to'liq qilmasdan namoz o'qiyotgan kishini ko'rdilar-da, agar bu kimsa mana shu holatda o'lib ketsa, Muhammad sallallohu alayhi vasallam millatidan boshqasida o'lgan bo'ladi. Tabaroniy va Ibn Huzayma rivoyati. Ibn Abbos roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Payg'ambar alayhisalom 7 ta a'zo bilan sajda qilishga buyurildim. Peshona, qo'llari bilan burunlariga ham ishora qildilar. 2 qo'l, 2 tizza va 2 qadam bilan dedilar. Muttafaqun alayh. Boshqa bir rivoyatda 7 ta a'zo bilan sajda qilgach, soch va kiyimni yig'ib olmaslikka buyurildim. Peshona va burun, 2 qo'l, 2 tizza hamda 2 qadam deyilgan. Muslim hamda Nasai rivoyati. Kimki namoz o'qiyotganda qaysi a'zosining namozdagi haqqini ado etmas ekan, to namoz o'qib bo'lgunicha o'sha a'zo unga la'nat aytib turadi. Rivoyat qilinadiki, har bir namozxonning o'ng tomonida bir farishta, chap tomonida bir farishta bo'ladi. Agar u namozni to'liq o'qisa, namozni olib chiqib ketadilar. Agar to'liq o'qimasa, namoz bilan uning yuziga uradilar. Salmon Farsi roziyallohu anhu aytganlar: namoz o'lchovdir. Kim vafo qilsa vafo ko'radi. Kim urib qolsa, Alloh urib qoluvchilar haqida nima deganini yaxshi bilasizlar. Alloh taolo o'lchov va tarozidan urib qoluvchi kimsalarga vayl bo'lsin degan. Imom Buxoriy rivoyat qiladilarki, Huzayfa ibn Yamon ruku va sajdalarni to'liq qilmasdan namoz o'qiyotgan kishini ko'rdida unga: sen namoz o'qimading, agar o'lsang Alloh Muhammad alayhissalomga tabiat qilib bergan fitratdan boshqasida o'lgan bo'lasan dedi. Nasai rivoyat qilgan asarda esa Huzayfa roziyallohu anhu undan: necha yildan beri shunday namoz o'qiysan deb so'raganida 40 yildan beri deya javob berdi. Shunda ulug' sahoba: 40 yildan beri namoz o'qimabsan. Agar namozni shu tarzda o'qib vafot etsang, Muhammad sallallohu alayhi vasallam fitratidan boshqasida o'lgan bo'lasan dedi.
Hasan Basriy aytganlarki, ey odam farzandi, agar senga namozing qadrsiz bo'lsa, u holda diningdagi qaysi narsa sen uchun aziz? Holbuki sen qiyomat kunida birinchi bo'lib namozingdan so'ralasan-ku. Payg'ambar alayhisalom aytganlarki, qiyomat kunida bandaning birinchi bo'lib hisob-kitob qilinadigan amali namozidir. Agar namozi durust bo'lsa, u shak shubhasiz muvaffaqiyat qozonib najot topibdi. Agar namozi yaroqsiz, fosid bo'lsa, u aniq muvaffaqiyatsizlikka uchrab ziyon ko'ribdi. Agar biron farzi yetishmay qolsa, Alloh azza va jalla, qaranglarchi, bandamning yetishmay qolgan farzlarini to'ldiruvchi ixtiyoriy namozlar bormikan deydi. So'ng qolgan amallari ham shu yo'sinda bo'ladi. Termiziy rivoyati. Har birimiz nuqsonli bo'lib, yetishmay qolgan farzlarni to'ldirishimiz uchun ko'proq nafl namozlar o'qishimiz lozim bo'ladi. Tavfiq Allohdan.